Bugun men juda muhim masala sodda qilib tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab ayrim toifadagi fuqarolar uchun to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha mablag'lar qanday tartibda hisoblanadi? Kim ko'proq olishi mumkin? Kim esa kutgandan kamroq oladi? Ayniqsa har biriga 1200 ming so'mdan beriladi degan savol ko'pchilikni o'ylantiryapti. Men bu videoda shov-shuvli gap emas. Amalda nimaga e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni hujjat topshirishdan kechiktirishi, pulini vaqtida ola olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningiz yoki tanishingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo, men bir narsani aniq aytib qo'yaman. 25 avgustdan boshlab hamma odamga bir xil 1.200 ming so'mdan pul beriladi degan gapni eshitsangiz, darhol tekshirib ko'rish kerak. Chunki davlat to'lovlar odatda hammaga bir xil emas, balki aniq mezonlar asosida belgilanadi. Kimning daromadi qancha, oilada nechta bola bor, nogironligi bor yoki yo'q, pensionermi, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilganmi, ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi, aliment, stipendiya, boshqa yordam puli oladimi? Mana shularning barchasi hisobga olinadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda odamlar nafaqa yoki moddiy yordam olish uchun mahalla, hokimlik, banklik bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki boshqa mas'ul tashkilotlarga borib ariza yozib bir nechta hujjat topshirardi. Ayrim ma'lumotlar qog'oz orqali tekshirilardi, ayrimlari esa tashkilotlar o'rtasida so'ralardi. Shu sababli kimdir hujjatini to'liq topshirsa ham javobni uzoq kutardi. Kimdir esa bitta ma'lumot noto'g'ri chiqqani uchun rad javobi olardi. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilyapti. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Masalan, oila tarkibi, rasmiy daromad, pensiya, nafaqa, ish haqi, mol-mulk, avtomobil, tadbirkorlik faoliyati, soliq ma'lumotlari ayrim hollarda avtomatik ko'rinadi. Buning ijobiy tomoni shuki, adolatliroq hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi. Salbiy tomoni esa shuki, bazada xato ma'lumot turgan bo'lsa, odam haqli bo'lsa ham vaqtincha rad javobi olishi mumkin. Endi eng ko'p berilayotgan savolga kelaman. Har biriga 1.200 ming so'mdan beriladimi? Bunday raqam odatda biror to'lovning aniq miqdori, kompensatsiya summasi, oshirilgan nafaqa, bir martalik yordam yoki muayyan toifa uchun belgilangan qo'shimcha mablag' sifatida tilga olinishi mumkin. Lekin eng muhim joyi shuki, har biriga deganda kim nazarda tutilgani aniqlanmasa, bu gap to'liq emas. Masalan, agar qarorda kam ta'minlangan oilalardagi bolalar uchun deyilsa, bu hamma fuqaroga emas, faqat mezonga tushadigan oilalarga tegishli bo'ladi. Agar nogironligi bo'lgan shaxslarga deyilsa, unda nogironlik guruhi tibbiy xulosa, pensiya yoki nafaqa turi ahamiyatli bo'ladi. Agar pensionerlar uchun deyilsa, unda yoshga doir pensiya oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlar yoki nogironlik pensiyasi oluvchilar alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Agar ishsiz fuqarolarga deyilsa, odam rasmiy ravishda ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tganmi, bandlik organida qayd etilganmi? Daromad manbai bormi, shular tekshiriladi. Men ekspert sifatida doim shuni maslahat beraman. Raqamni emas, avvalo toifani tekshiring. Chunki raqam odamni qiziqtiradi, lekin toifa odamning haqi bor yo'qligini belgilaydi. Eng ko'p mablag' oladiganlar odatda bir nechta mezonga bir vaqtning o'zida tushadigan fuqarolar bo'ladi. Masalan, oilada voyaga yetmagan bolalar ko'p bo'lsa, daromad past bo'lsa, ota yoki ona ishini yo'qotgan bo'lsa, nogironligi bo'lgan bola tarbiyalanayotgan bo'lsa yoki oila ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lsa, umumiy hisobda olinadigan yordam summasi boshqalarnikidan yuqoriroq chiqishi mumkin. Keling, oddiy misol qilaman. Bir oilada ota rasmiy ishlamaydi, ona esa uyda 3 nafar farzandga qaraydi. Oilaning rasmiy daromadi yo'q yoki juda kam. Agar bu oila mahalla orqali ariza berib, ijtimoiy himoya mezonlariga tushsa, ularga bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki boshqa turdagi ijtimoiy ko'mak tayinlanishi mumkin. Bu yerda summa bitta odamga emas, oilaning tarkibi va ehtiyojiga qarab shakllanadi. Agar qo'shimcha 1.200 ming so'mlik yordam aynan shunday toifaga beriladigan bo'lsa, bu oilada hujjatlar to'g'ri bo'lsa, imkoniyat yuqori bo'ladi. Ikkinchi misol. Oilada 2 nafar farzand bor. Ot rasmiy ishlaydi va oyiga 5 million so'm maosh oladi. Ona ham rasmiy daromadga ega. Bunday oilada xarajat ko'p bo'lishi mumkin, lekin tizim rasmiy daromadni ko'radi. Shuning uchun ular kam ta'minlangan
mezoniga tushmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha bizga ham pul kerak deydi. Bu tushunarli, lekin davlat yordami ehtiyoj darajasiga qarab ajratiladi. Demak, bunday oilaga 1 million 200 ming so'm berilishi shart degan xulosa noto'g'ri bo'ladi. 3-misol. Yolg'iz ona bir nafar farzand tarbiyalayapti. Rasmiy ish joyi yo'q, aliment olmaydi yoki aliment kelmayapti. Bu holatda eng muhim hujjatlar: bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim holatini tasdiqlovchi hujjat, aliment bo'yicha ma'lumot, yashash joyi, daromad yo'qligi yoki pastligi haqidagi ma'lumotlar. Agar tizimda aliment bor deb ko'rinsa, lekin amalda kelmayotgan bo'lsa, bu muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar hujjatni shunchaki topshirib qo'ymasdan, ma'lumotlar bazada to'g'ri aks etganini ham tekshirtirish kerak. 4-misol, nogironligi bo'lgan bola tarbiyalanayotgan oila. Bunday oilalarda xarajat oddiy oilalarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Dori-darmon, reabilitatsiya, transport, parvarish, maxsus ovqatlanish, shifokor ko'rigi. Agar qarorda nogironligi bo'lgan bolalar yoki ularni parvarish qilayotgan shaxslarga qo'shimcha mablag' nazarda tutilgan bo'lsa, bu toifa alohida e'tibor bilan ko'riladi. Lekin bu yerda ham nogironlik muddati, tibbiy ma'lumotnoma amal qilishi, bolaning ro'yxatdagi manzili, parvarish qiluvchi shaxsning maqomi muhim. Birinchi navbatda hujjatlarida nomuvofiqlik bor odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, pasportdagi manzil boshqa, amalda yashayotgan joy boshqa. Oilada ajrim bo'lgan, lekin ba'zida nikoh hali ham faol ko'rinadi. Bola onasi bilan yashaydi. Lekin ro'yxatda otasining manzilida turibdi. Yoki odam bir necha yil oldin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin faoliyat yuritmayapti. Shunga qaramay tizim uni daromadli deb ko'rsatishi mumkin. Mana shunday mayda ko'ringan holatlar to'lov tayinlanishiga ta'sir qiladi. Ikkinchi navbatda, norasmiy ishlaydiganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Norasmiy ishda daromad bor, lekin hujjatda yo'q. Ba'zan odam mening daromadim rasmiy emas, demak tizim ko'rmaydi deb o'ylaydi. Lekin katta xaridlar, plastik karta aylanmalari, mulk, avtomobil yoki tadbirkorlik aloqalari ayrim tekshiruvlarda savol tug'dirishi mumkin. Bu degani har bir karta tushumi darhol rad javobiga olib keladi degani emas, lekin izoh talab qilinishi mumkin. 3-navbatda arizani kechiktirib yurganlar xavotir olishi kerak. Ko'p odamlar baribir o'zlari beradi deb kutadi. Aslida ko'p to'lovlar ariza asosida tayinlanadi. Ariza bermasangiz, siz haqingizda tizimda ma'lumot bo'lsa ham to'lov avtomatik tushmasligi mumkin. Ayniqsa yangi tartib 25 avgustdan boshlansa, kim birinchi bo'lib hujjatini to'g'ri topshirsa, ko'rib chiqish jarayoni ham tezroq boshlanadi. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, daromadlaringiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, oila tarkibi to'g'ri bo'lsa, avvaldan nafaqa yoki yordam olayotgan bo'lsangiz, odatda juda katta xavotirga hojat yo'q. Lekin men baribir tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki tizimda birgina xato sana noto'g'ri manzil yoki eski ma'lumot muammo keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, pensioner odam pensiyasini muntazam olib yuribdi. Agar qo'shimcha to'lov faqat pensiya oluvchilarga tegishli bo'lsa, u odam ko'p holatda alohida ariza yozmasligi mumkin. Lekin agar qo'shimcha yordam faqat yolg'iz pensioner, kam ta'minlangan pensioner, parvarishga muhtoj pensioner yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan pensioner degan mezon bilan berilsa, oddiy pensiya olishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Yana bir misol. Oilada bola bor va siz bolalar nafaqasi olyapsiz. Demak, siz allaqachon tizimda ko'rinyapsiz. Lekin qo'shimcha 1 million 200 ming so'm boshqa dastur bo'yicha beriladigan bo'lsa, siz avtomatik tushasizmi yoki qayta ariza kerakmi? Buni aniqlash lozim. Ko'p muammo aynan shu joydan chiqadi. Odam men oldin nafaqa olganman, demak hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Birinchi nozik jihat oila daromadi degan tushuncha. Ko'pchilik faqat oylik maosh hisoblanadi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya, stipendiya, aliment, ijara daromadi, tadbirkorlikdan tushum, ayrim kompensatsiyalar, hatto ba'zi hollarda mol-mulk ham e'tiborga olinishi mumkin. Shu sababli men ishlamayman degan gapning o'zi yetarli dalil emas. Tizim oilaning umumiy holatini ko'radi. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda turish va amalda yashash. Masalan, ayol farzandlari bilan ota-onasining uyida yashaydi, lekin ro'yxatda eri bilan bir manzilda turadi. Tizim uni hali ham erining oilasi tarkibida ko'rishi mumkin. Agar eri rasmiy daromadga ega bo'lsa, ayol amalda yordamga muhtoj bo'lsa ham ariza rad etilishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar, mahalla dalolatnomasi,
ajrim yoki alohida yashash bo'yicha hujjatlar muhim bo'ladi. 3-nozik jihat vaqt masalasi. 25 avgustdan boshlab degani pul aynan 25 avgust kuni hammaning kartasiga tushadi degani emas. Bu sana tartib kuchga kiradigan, ariza qabul boshlanadigan yoki hisoblash yangi mezon bo'yicha yuritiladigan sana bo'lishi mumkin. To'lov esa tekshiruv, tasdiqlash, moliyalashtirish va bank o'tkazmasidan keyin tushadi. Shuning uchun 25 avgust kuni pul kelmasa, darhol meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb vahimaga tushmang. Avval ariza holatini tekshiring. 4-nozik jihat, karta va bank rekvizitlari. Juda ko'p hollarda odamga to'lov tayinlanadi, lekin karta muddati tugagan bo'ladi. Hisob raqami yopilgan bo'ladi yoki pasport ma'lumotlari bankda yangilanmagan bo'ladi. Natijada pul qaytib ketadi yoki kechikadi. Shuning uchun hujjat topshirishdan oldin kartangiz ishlayotganini, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulanganini, pasportingiz yangi bo'lsa, bank ma'lumotlari yangilanganini tekshiring. 5-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. 1 ming 200 ming so'm olib beraman. Oldin 100 ming so'm xizmat haqi tashlang. Pasport rasmingizni yuboring, karta raqami va SMS kodini bering degan odamlar chiqishi mumkin. Hech qachon SMS kodini bermang. Hech kim sizdan pul tayinlash uchun karta paroli yoki tasdiqlash kodini so'rashi kerak emas. Rasmiy ariza davlat idorasi, mahalla, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki vakolatli tashkilot orqali qilinadi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'yfaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironligi bo'lgan shaxsmisiz? Kam ta'minlangan oilamisiz? Bolalar nafaqasiga da'vogarmisiz? Ishchi sifatida ro'yxatdan o'tmoqchimisiz? Yoki bir martalik yordamga muhtojmisiz? To'yfani bilmasdan hujjat yig'ish vaqtini yo'qotadi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotnoma, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumoti, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, daromadni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi, lekin mana shu asosiy hujjatlar ko'p holatda so'raladi. 3-qadam, mahallaga yoki mas'ul tashkilotga borishdan oldin savolni aniq bering. Menga pul bormi deb emas, 25 avgustdan boshlab joriy etilayotgan to'lov bo'yicha mening to'yfam mos keladimi? Ariza qayerda va qanday tartibda qabul qilinadi deb so'rang. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, ariza yozganda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, moddiy yordam so'rayman deb yozish mumkin. Lekin holatingizni ham ko'rsating. Oilada nechta kishi bor, nechta bola bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi, qanday doimiy xarajatlar bor, nogironlik yoki kasallik holati bormi, aliment keladimi yoki yo'qmi. Albatta, yolg'on ma'lumot yozmang. Yolg'on keyin aniqlansa nafaqat to'lov to'xtaydi, balki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. 5-qadam. Ariza raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Og'zaki bo'ldi ko'rib chiqamiz degan gap yetarli emas. Sizda ariza sanasi, raqami, qaysi tashkilot qabul qilgani, kimga topshirilgani haqida iz qolishi kerak. Keyin kechikish bo'lsa, aynan shu ma'lumot bilan murojaat qilasiz. 6-qadam, rad javobi bo'lsa darhol taslim bo'lmang. Rad javobining sababini yozma shaklida so'rang. Sabab daromad yuqori, hujjat yetarli emas, oila tarkibi mos emas, bazadagi ma'lumot boshqa kabi bo'lishi mumkin. Agar sababni bilsangiz, xatoni tuzatish mumkin. Masalan, bazada eski tadbirkorlik faoliyati ko'rinayotgan bo'lsa, soliq organidan holatni aniqlashtirasiz. Manzil noto'g'ri bo'lsa, migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki tegishli idora orqali yangilaysiz. Aliment bo'yicha noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, ijro organlari yoki sud hujjatlari bilan aniqlik kiritasiz. 7-qadam, pul tushgach ham tekshiring. Summa siz kutganingizdan kam bo'lishi mumkin. Bu har doim xato degani emas. Balki to'lov oy o'rtasidan hisoblangan, oiladagi a'zolar soni boshqacha olingan, oldingi qarzdorlik ushlangan yoki siz faqat bir qismiga mos kelgandirsiz. Lekin tushuntirish so'rashga haqqingiz bor. Bankdan tushum sanasini, mas'ul tashkilotdan hisob kitob asosini aniqlang. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar eshitgan gapga ishonib rasmiy manbani tekshirmaydi. Telegramda yoki tanishlar orasida hamma olarkan degan gap tarqaladi. Keyin odam boradi, navbatda turadi. Oxirida uning to'yfasi umuman boshqa ekani ma'lum bo'ladi. Shu sababli avval rasmiy izohni ko'ring,
qaror matni, vazirlik yoki hokimlik e'loni, ijtimoiy himoya organlari ma'lumoti. Mahalla raisi yoki mas'ul xodim izohi. Ikkinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Agar yangi tartib boshlansa, birinchi kunlarda murojaatlar ko'payadi. Tizim sekin ishlashi, navbat ko'p bo'lishi. Xodimlar hamma savolga darhol javob bera olmasligi mumkin. Siz hujjatlarni oldindan tayyorlasangiz, kamroq qiynalasiz. Uchinchi xato, boshqa odamning o'zingizga solishtirish. Qo'shningiz 1 ming 2 ming so'm oldi. Siz olmadingiz. Bu darhol adolatsizlik degani emas. Balki qo'shningizda nogironligi bo'lgan bola bor, yoki u yolg'iz ona, yoki oiladagi daromad siznikidan past, yoki u boshqa dastur bo'yicha olgan. Har bir holat alohida ko'riladi. To'rtinchi xato, norasmiy vositachilarga ishonish. Men ichkarida odam taniman, sizni ro'yxatga qo'shib qo'yaman degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Haqiqiy yordam hujjat va mezon bilan beriladi. Agar kimdir sizdan pul so'rab, kafolat berayotgan bo'lsa, bu katta xavf. Siz pulingizdan ham, shaxsiy ma'lumotlaringizdan ham ayrilishingiz mumkin. Demak, 25 avgustdan boshlanadigan o'zgarish yoki to'lov masalasida eng muhim narsa shuki, 1 million 200 ming so'm degan raqamni eshitib ham avtomatik oladi deb o'ylamang. Avval toifani, mezonni, arza tartibini, hujjatlarni va hisoblash usulini tekshiring. Eng ko'p oladiganlar odatda ehtiyoj darajasi yuqori. Hujjatlari to'g'ri va bir nechta ijtimoiy mezonga mos keladigan fuqarolar bo'ladi. Eng ko'p muammoga duch keladiganlar esa hujjatda xato bor, arizani kechiktirgan yoki norasmiy gaplarga ishongan odamlardir. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasport, oila tarkibi, bank kartasi, bolalar hujjatlari, daromad va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshiring. Mahallaga yoki mas'ul tashkilotga borib, aynan sizning holatingiz bo'yicha tartibni so'rang. Rad javob bo'lsa, sababini yozma oling va xatoni tuzating. Shunda siz haqli bo'lgan yordamni vaqtida olish imkoniyatini oshirasiz. Sizningcha 1 million 200 ming so'mlik yordam kimlarga birinchi navbatda berilishi kerak? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish kimningdir oilasiga real yordam bo'lishi mumkin.